Oqsillar biologik dunyoda juda ko'p va turli xil vazifalarni bajaradi. Ba'zilari organizm bo'ylab oziq moddalarni tashiydi, ba'zilari kimyoviy reaksiyalarning tezroq bo'lishiga yordam beradi, boshqalari esa tirik mavjudotlarning tuzilishini hosil qiladi. Bu qadar turli vazifalarga ega bo'lishiga qaramay, barcha oqsillar bir xil 20 ta asosiy qurilish bloklaridan aminokislotalardan tashkil topgan. Aminokislotalar uglerod, kislorod, azot va vodorod atomlaridan iborat bo'lib, ba'zilarida oltin gurt ham mavjud. Selestiyn esa selen atomini o'z ichiga olgan yagona standart aminokislotadir. Bu atomlar markaziy uglerod atomiga birikkan amino guruh, karboksil guruh va yon zanjirni hosil qiladi. Yon zanjir aminokislotalarning xususiyatlarini belgilaydi va aynan shu qismi aminokislotalar orasida farq qiladi. Gidrofob aminokislotalarning yon zanjirlari uglerodga boy bo'ladi va ular suv bilan o'zaro ta'sirlashmaydi. Gidrofil, ya'ni polar aminokislotalar suv bilan yaxshi o'zaro ta'sirlashadi. Zaryadlangan aminokislotalar esa qarama-qarshi zaryadga ega bo'lgan boshqa aminokislotalar yoki molekulalar bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Birlamchi tuzilish. Oqsilning birlamchi tuzilishi bu DNK tomonidan kodlangan aminokislotalar chiziqli ketma-ketligidir. Oqsildagi aminokislotalar peptid bog'lari orqali ulanadi. Bu bog' aminokislotaning amino guruhi bilan boshqa aminokislotaning karboksil guruhi o'rtasida hosil bo'ladi. Har bir peptid bog'i hosil bo'lganda bir molekula suv ajralib chiqadi. Uglerod, azot, kislorod atomlaridan tashkil topgan ushbu uzluksiz zanjir oqsilning skeletini hosil qiladi. Oqsil zanjirlari ko'pincha ikki xil ikkilamchi tuzilishga yig'iladi: alfa spiral va beta qatlam. Alfa spiral bu o'ng tomonga burilgan spiral bo'lib, yaqin joylashgan aminokislotalarning amino guruhi va karboksil guruhi o'rtasida vodorod bog'lari barqarorlashadi. Beta qatlam esa ikki yoki undan ortiq yonma-yon joylashgan aminokislota zanjirlari o'rtasida hosil bo'lgan vodorod bog'lari yordamida shakllanadi. Uchlamchi tuzilish. Oqsilning uchlamchi tuzilishi bu uning uch o'lchamli shaklidir. Bu shakl oqsil zanjirining tashkil etuvchi aminokislotalarning xususiyatlariga bog'liq. Ko'plab oqsillar globulyar shakl hosil qiladi. Bunda gidrofob yon zanjirlar ichkarida, suvdan yiroq joylashadi. Membranaga bog'langan oqsillar esa gidrofob aminokislotalar tashqi tomondan joylashib, membranadagi lipidlar bilan o'zaro ta'sirlashadi. Zaryadlangan aminokislotalar oqsillarning qarama-qarshi zaryadga ega bo'lgan molekulalar bilan bog'lanishiga yordam beradi. Ko'plab oqsillarning funksiyasi aynan uch o'lchamli shakliga bog'liq. Masalan, gemoglobin kislorodni bog'laydigan temir atomiga ega bo'lgan kichik molekula gemni joylashtirish uchun maxsus cho'ntak hosil qiladi. To'rtlamchi struktura. Ikki yoki undan ortiq polipeptid zanjirlar bir necha subbirliklarga ega bo'lgan bitta funksional molekulani hosil qilish uchun birlashishi mumkin. Gemoglobinning 4 ta subbirligi birgalikda ishlaydi. Shunda kompleks o'pkada kislorodni osonroq olish va u tanada chiqarishi mumkin. Oqsillarning turli xil vizual tasvirlari bizga oqsil tuzilishi va funksiyasi haqida vizual ma'lumot berishi mumkin. Ushbu fazani to'ldirish diagrammasi ushbu oqsilni tashkil etuvchi barcha atomlarni ko'rsatadi. Tasma yoki multfilmlar diagrammasi deb ataladigan bu tasvir oqsil skeletining tashkil etilishi va alfa spirallarini yaqqol ko'rsatadi. Bu sirt tasviri oqsilning suv molekulalari uchun ochiq bo'lgan hududlarni ko'rsatadi. Aksariyat oqsillar yorug'lik to'lqin uzunligidan kichikdir. Masalan, gemoglobin molekulasining o'lchami taxminan 6,5 nanometrni tashkil etadi. Gemoglobin qizil qon hujayralarida yuqori konsentratsiyada uchraydi. Oddiy qizil qon hujayrasida taxminan 280 million gemoglobin molekulasi mavjud. Oqsillarning uch o'lchamli shakli ularning funksiyasini belgilaydi. Antitanalarning harakatchan qo'llari patogenlarni tanish va bog'lash hamda ularni immun tizimi tomonidan yo'q qilish uchun nishonga olish orqali bizni kasalliklardan himoya qiladi. Insulin gormoni kichik barqaror oqsil bo'lib, qon glyukoza darajasini tartibga solish uchun qon orqali harakatlanayotganda o'z shaklini osonlikcha saqlaydi.
Alfa-amilaza so'lakdagi kraxmalni hazm qilishni boshlaydigan fermentdir. Magniy yordamida va aktiv hisobiga ishlaydigan kalsiy nasosi har bir mushak qisqarishidan keyin kalsiy ionlarini sakroplazmatik retikulumga qaytaradi. Ferritin sferik oqsil bo'lib, kanallar orqali temir atomlarini organizmning ehtiyojiga qarab kirib va chiqib turadi. Ichki tomonda ferritin temir atomlari ichki devoriga biriktirilgan bo'shliq hosil qiladi. Ferritin temirni toksik bo'lmagan shaklda saqlaydi. Kollagen butun tana bo'ylab strukturaviy tayanch uchun ishlatiladigan kuchli uch spiralni hosil qiladi. Kollagen molekulalari cho'zilgan fibrilllarni hosil qilishi mumkin. Ular birlashib kollagen tolasini tashkil etadi. Bunday turdagi kollagen teri va paylarda ko'p uchraydi. Oqsillar va boshqa molekulyar mashinalarning funksiyalari va uchli tuzilmalar haqida ko'proq RCSP Protein Data Bankda bilib oling.